Assalomu alaykum futbol loyiha YouTube kanal kuzatuvchilari. Bugun bizda navbatdagi tahliliy video. Xabaringiz bor, Chempionlar Ligasi 1/8 finaldan o'rin olgan uchrashuvlarning birinchi o'yinlari yakunlandi. Bugun biz tahlil qiladigan bahs esa PSG Liverpool qarama-qarshiligi bo'ladi. Sizlar bilan Kamina Farhod Tulkunov. Demak, boshladik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Har ikki jamoa ham ushbu bahsga yuqori formada yetib keldi. Liverpoolga ko'p ta'rif berishimiz shart emas. APLdagi peshqadamlik, Chempionlar Ligasidagi peshqadamlik, Salahning ketma-ket rekordlari va hokazo. PSG esa Fransiya chempionatida odatdagidek o'yinlarini ko'rsatib kelayotgan edi. Chempionlar Ligasida burilish o'yini Manchester Cityga qarshi bahs bo'lib berdi. Sababini bilasiz. Agar jamoa o'sha bahsda yutqazganda guruhda qolib ketardi. Bu uchrashuv tahlilini kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. PSG ushbu bahsga 10 ta g'alabali seriya va 22 o'yinlik mag'lubiyatsiz seriya bilan yetib keldi. Parijliklar so'nggi bora 27-noyabr kuni Chempionlar Ligasi doirasida Bavariyaga mag'lub bo'lgan edi. Liverpoolda esa 5 o'yinlik mag'lubiyatsiz seriya va 2 o'yindan iborat g'alabali seriya bor edi. Merseysideliklar 9-fevral kuni kutilmaganda Angliya Kubogi doirasida Plymouth jamoasiga mag'lubiyatga uchradi. Mezbon Parij klubi Fransiya chempionatidagi o'yinlardan farqli ushbu bahsda 4 ta vinger yoki hujumchi bilan maydonga tushmadi. Bu albatta katta tavakkalga bormaslik edi. PSG Lyon va Lilga qarshi bahslarda 3 hujumchi va asl pozitsiyasi vinger bo'lgan Due 4-hujumchi sifatida harakat qilgan edi. Lekin ushbu o'yinda ko'rib turganingizdek Fabian Ruiz tanlandi. Ya'ni 4-hujumchi emas, 3-yarim himoyachi. Qolgan pozitsiyalarda esa deyarli o'zgarish yo'q. Luis Enrique ba'zi bahslarda rotatsiyaga qo'l urib turganini inobatga olsak, bu jamoaning optimal tarkibi. O'yindan oldin PSJning 4 hujumchi bilan tushishi taxmin qilinganidek, Liverpoolning ham xuddi Manchester Cityga qarshi bahsdagi kabi hujumchisiz maydonga tushishi taxmin qilinayotgan edi. Lekin Arne Slot Newcastle'ga qarshi bahsdagi kabi tarkib bilan maydonga tushdi. Faqatgina Tsimikas o'rniga Andrew Robertson tushirildi. So'nggi o'yinlardan kelib chiqsak, ushbu tarkib Liverpool uchun ham eng optimali hisoblanadi. Uchrashuv oldidan jamoalarning qanday holatda ekanliklari bilan tanishib oldik. Endi esa o'yin tahliliga e'tiborimizni qaratsak. Liverpool dastlabki daqiqalardan hujumga o'tmoqchi bo'ldi, lekin PSG vakillari to'g'ri pozitsiya tanlash va yuqori pressing natijasida bunga yo'l qo'yishmadi. PSJning ushbu bahsdagi taktik sxemasi 4-1-4-1 edi. Albatta vaqti bilan sxema o'zgarib turdi. Luis Enriquening taktikalari bo'yicha ba'zida 4-2-3-1, 4-4-2 ga ham o'tib turdi. Enrique ushbu mavsumda o'zi uchun ideal bo'lgan tarkibni yig'ib oldi. Uning futbolchilari juda ko'p turli funksiyalarni bajara oladi. Mana shuning uchun ham hozirda bu jamoa yirtqichdek ko'rinmoqda. Liverpool 4-2-3-1 sxemasida uchrashuvni boshlagan bo'lsa ham, vaqti bilan 4-3-3 sxemasiga o'tib o'ynadi. Ushbu bahsda Slot jamoasi odatdagi bahslardagi kabi 4-2-4 sxemasida pressing qilmadi. Odatda Sobo oldinga ko'tarilardi. Menimcha Slot, Neves va Vitinha juftligi bu pressingdan oson chiqib keta olishini taxmin qilgan. Dastlabki 10 daqiqada PSJda biroz ustunlik bo'lsa-da, to'psiz harakatlar kam bo'ldi. Ya'ni har ikki jamoalar vaqti bilan hujumlar uyushtirishdi. 10-daqiqadan boshlab esa PSG to'liq nazoratni qo'liga oldi. Vitinha boshchiligidagi PSG markazini o'ziniki qilib oldi. Liverpool esa qarshi hujumlarda imkoniyatlar qidira boshladi. Vitinha va Neves juda zo'r tandem hosil qilishganini Cityga qarshi bahs tahlilida ham aytib o'tgan edik. Ikki portugaliyalik futbolchilar bir-birini juda zo'r to'ldirib kelishmoqda. Vitinha ushbu bahsda juda ko'p jihatlar bo'yicha eng yaxshisi bo'ldi. Masalan, to'pga eng ko'p tekinish, uzatma berish, long ball uzatish. Neves ham juda zo'r o'ynadi. Agar 16-daqiqadagi vaziyatni golga aylantirganda, eng yaxshisi ham bo'lib ketishi mumkin edi. Dembele chap qanotdan yorib kirib, unga uzatma bergan edi. Usmon ikki futbolchini ko'rdim demasdan aldab o'tgan edi. Robertsonni aldagani
juda chiroyli chiqdi. Ushbu hujumda hujumchilarning joylashuviga e'tibor bering. Markaziy hujumda harakat qilish kerak bo'lgan Dembele o'ng qanotda, o'ng qanot egasi Kvaratskhelia esa chapda harakat qilish kerak bo'lgan Barkele esa markaziy hujumda. Luis Enrique bunday rokirovkalari bilan raqib himoyachilarini juda chalg'itib tashlayapti. Ayniqsa Dembele va Xvicha juda ko'p joy almashishadi. Bunday almashishlarni ko'p jamoalar ishlatishi mumkin, lekin PSG chalik muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Chunki boshqa jamoalarda ikkita oyog'ida ham deyarli bir xil darajada harakat qila oladigan futbolchilar kam. PSJda esa bunday futbolchilar soni ikkita, Xvicha hamda Usmo. 20-daqiqada ketma-ket hujumlar samarasini bergandi. Vitinyaning pasidan so'ng Xvicha chiroyli tarzda Alissonning darvozasini ishg'ol qilgandi, biroq santimetrli ofsayd golni bekor qildi. Kvara biroz ofsayddan chiqishga kech qoldi. Konate esa vaqtida oldinga ko'tarildi. Aytgancha, bundan oldingi so'zimiz isboti. Xvicha chap oyoqda qanday tepganini ko'rdingiz-a? U o'naqay futbolchi hisoblanadi. Goldan ruhlangan PSJni bu yog'iga to'xtash niyati yo'q edi. Jamoa endi 3-2-4-1 sxemasiga o'tib oldi. Vitinha himoyachilarga yordamga yetib borgan bo'lsa, Mendes va Hakimilar hujumni to'liqligicha qo'llab-quvvatlay boshlashdi. Marquinhos va Pacholar ham vaqti bilan long bollar uzatib turishdi. Janubiy Amerika qit'asi vakillarining 23 va 25-daqiqalardagi uzatmalari juda xavfli chiqdi. Ikkisida ham hujumchilar qilishdi, lekin har ikki vaziyatda foul uchun yetarli kontakt bo'lmadi deb hisoblandi. 29-daqiqada Xvicha jarima maydoni tashqarisidan kuchli zarba yo'lladi. Alisson esa chiroyli sefi bilan gol bo'lishiga yo'l qo'ymadi. 30-daqiqada PSG vakillari yaqqol golli 3 ta zarba yo'llashdi, lekin vaziyatdan foydalana olishmadi. Dastlab Alisson super sef qayd etgan bo'lsa, keyin Soboslay to'g'ri joy tanlash natijasida blok qo'ydi. So'nggi zarbani esa Barkele noaniq tepdi. Barkele ushbu hujum paytida Arnoldni aldab o'ziga bo'sh hudud yaratgan edi. Van Dijk dastlab Dembeleni qo'rqilayotgan edi. Keyin esa birdan o'z pozitsiyasiga o'tishga harakat qildi. Bredli ham darhol bo'sh qolgan Dembelega to'pni uzatdi. Alisson 1-1 vaziyatlarda dunyoning eng kuchli darvozabonlaridan biri hisoblanadi va braziliyalik posbon Van Dijkning xatosi golga sabab bo'lishiga yo'l qo'ymadi. Liverpool uchrashuvdagi eng xavfli vaziyatni 34-daqiqada Pachoning xatosidan keyin yuzaga keltirishi mumkin edi, lekin Marquinhos ideal harakat qilib Jotaning pasi Diasgacha o'tishiga yo'l qo'ymadi. Keyingi vaziyatda esa Mendes Salahni zararsizlantirdi. 37-daqiqada Xvichadan navbatdagi xavfli zarbani ko'rdik. Bu safar gruziyalik hujumchi 3 futbolchi orasidan zarba yo'lladi. Arnold va Gravenberch unga qarshilik ko'rsata olishmadi. Braziliyalik posbondan esa navbatdagi seyf. Alisson darvozasi oldida birinchi bo'limda PSG futbolchilari 1.39 XG yaratishdi. Alisson esa o'ziga yo'llangan barcha aniq zarbani qaytardi. Birinchi bo'limda posbon 4 bora muqarrar goldan jamoasini qutqarib qoldi. Albatta, uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi bo'lgan posbonning qolgan seyflariga ham ikkinchi bo'limda to'xtalamiz. Liverpool birinchi zarbasini 44-daqiqada burchak zarbasidan so'ng yo'lladi. Luis Dias yo'llagan zarba juda noaniq chiqdi. Liverpool uchun juda og'ir time. Slot birinchi bo'limdagi xatolardan xulosa qilib, ikkinchi bo'limda yanada himoyaviyroq o'yin tashkil qilishni boshladi. Jamoaning ikkinchi bo'lim ilk daqiqalaridagi sxemasi 5-2-1-2 ga o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Luis Dias o'ng qanot himoyachisi rolida, Robertson esa 3-markaziy himoyachi. Diasning ortga qaytib o'ynashda raqib jamoada Hakimining juda oldinga ko'tarilib o'ynashining ham roli bor. 54-daqiqada Kvara o'zi ishlagan jarima zarbasini golga aylantirmoqchi bo'ldi, lekin Alissonning ushbu bahsda gol o'tkazish niyati yo'q edi. 56-daqiqada Xvicha yana zarba yo'lladi. Braziliyalik golkiper esa yana o'z o'rnida. Liverpool PSG himoyachilarining oldinga ko'tarilib o'ynashini hisobga olib, asosan long bollar orqali hujumlar tashkil qildi, lekin Pacho va Marquinhos Jotaga ko'pincha imkoniyat bermadi. Birinchi bo'limdan farqli Liverpool ikkinchi bo'limda qarshi hujumlarga ko'proq chiqdi, lekin yakuniy zarba berishga jamoa juda qiynaldi. 66-daqiqada PSG Dueni maydonga tashladi. Enrique Liverpoolning imkoniyatlarini to'g'ri baholagan holda uni yana yarim himoyachi emas, qanot hujumchisi sifatida Barkelening o'rniga tushirdi. Liverpool ham 67
daqiqada ikkita o'zgarishni amalga oshirdi. Jota o'rniga Nunes, Dias o'rniga Curtis Jones. Yuqorida Liverpool asosan long bollar bilan o'ynayotganini aytib o'tgan edik. Nunes uchun bu ayni muddao. Golda ham uning ikkinchi qavatda yutib berishi foyda beradi. Bunga keyinroq to'xtalamiz. Dias juda qiynaldi, ayniqsa himoyaviy harakatlarda. Natijada hujumni ham yetarlicha qo'llab-quvvatlay olmadi. Curtisga ham xuddi Diasdagi vazifa ishonib topshirildi. Chap qanot himoyasiga yordam berish va hujumni qo'llab-quvvatlash. Due juda aktiv harakat qildi. U qaysi qanotga yordam kerak bo'lsa, o'sha zonaga bordi. Goh o'ng qanotda, goh chap qanotda, goh markazda paydo bo'laverdi. 2 marta zarba yo'llab ham ko'rdi. Birini Alisson qaytargan bo'lsa, yana biri noaniq chiqdi. Keyin esa Enrique o'yindagi eng faol futbolchi Hvichani maydondan oldi. Uning o'rniga esa markaziy hujumchi Ramosni tashladi. Bu o'zgarish Duega erkinlik bergan bo'lishi mumkin, lekin jamoaga katta foyda bermadi. Ruiz o'rniga Zaire Emery maydonga tushirildi. 80-daqiqada chap qanotga joylashgan Due o'ng oyog'iga to'g'rilab super zarba yo'llagan edi, lekin bugungi o'yin qahramoni Alissondan navbatdagi fenomenal seyv. Braziliyalik posbon o'zining eng yaxshi o'yinlaridan birini o'tkazdi. 32 yoshli posbon 84-daqiqada Dembelening ayyorona zarbasini ham qaytara oldi. Alisson Becker o'yindan keyin uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sovrinini qo'lga kiritgani ham bejizga emas. Golkiper o'yin davomida o'z hisobiga 9 ta seyv yozdirib qo'ydi. Bundan 3 tasi yaqqol golli vaziyat edi. Albatta qolgan 6 seyv ham bir-biridan qolishmas edi. Mavsumni fenomenal darajada o'tkazayotgan Muhammad Salahni ham ushbu bahsda o'yini umuman chiqmadi. Salahni Nuno Mendes va Pacho juda zo'r qo'riqlashdi. Misrlik futbolchi ushbu bahsda biror marta duelda g'olib chiqmadi. Uning statistikasi 8-0. 2 ta noaniq kross ham amalga oshirdi. Salah umuman darvoza tomon tepmadi. Uning SofaScore'dagi reytingi ham 6. Muhammad Salah ushbu mavsumda hali bunday past reyting olmagandi. Uning eng yomon reytingi 2 yil oldin Arsenalga qarshi bahsda bo'lgan. Bunday yomon o'yinda jamoaning himoyaviy o'ynashga o'rganmagani bir sabab bo'lsa, yana bir sabab Nuno Mendes. Portugaliyalik qanot himoyachisi Muhammad Salahni juda yaxshi o'rganganini o'yini ko'rsatib berdi. Mendes umuman ushbu bahsda o'z ishtirok etgan duellarda mag'lub bo'lmadi. 11 ta duel, 11 tasida ham g'olib chiqqan. Nuno Mendes ushbu bahsdan keyin eng yaxshi chap qanot himoyachilari qatoriga qo'shilib oldi. Slot 86-daqiqada Salahni olib tashlash eng to'g'ri qaror ekanligini tushundi va uni Elliot bilan almashtirdi. Bu esa darhol foydasini berdi. Alissondan long ball, Nunes ikkinchi qavatda yutib berdi va Elliotga to'pni tashlab berdi. Hozirgina maydonga tushgan Elliot esa birinchi teginishdayoq zarba yo'llab Liverpoolni juda og'ir o'yindan g'alaba qozonishini ta'minladi. Gianluigi Donnarumma ushbu vaziyatda reaksiya berishga kech qolgan edi. Ushbu o'zgarishlar orqali Arne Slot juda og'ir bahsda g'alabani ilib ketdi. Endi o'yinga umumiy to'xtaladigan bo'lsak, Luis Enrique jamoasi haqiqiy mashinaga aylanibdi. Bu jamoaning kuchiga hozir barcha tan beradi. Ushbu mavsumda hali hech qaysi jamoa to'liq bahs davomida Liverpoolga bunchalik qarshilik ko'rsata olmagan edi. Hatto yutqazgan bahslarda ham. Parijlik futbolchilar ushbu bahsda Merseysaydeliklarga umuman imkon qoldirishmadi. Lekin realizatsiya borasida biroz muammolar kuzatildi. Futbolda esa 1000 yillik o'zgarmaydigan naqd bor. Sen urmasang, senga urishadi. Tajribali Liverpool esa bunga amal qilib raqibini jazoladi. Albatta PSJning realizatsiyasi o'xshamaganida Liverpool posbonining ajoyib performansini ham juda katta hissasi bor. Bruno katta hisob emas, lekin javob bahsi Enfieldda bo'lishi Liverpoolning imkoniyatlarini 2 karra oshirib beradi. Luis Enrique esa Enfielddan g'alaba bilan qayta olishiga ishonmoqda. Albatta bunday katta ustunlik jamoaga juda katta ishonch beradi. Chorshanba kuni bizni mana shu jamoalar o'rtasidagi olovli javob bahsi kutib turibdi. Nima deb o'ylaysiz? PSG comeback qila oladimi yoki Enfieldda Liverpool raqibiga imkoniyat qoldirmaydimi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing. Davomiy kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Kamina Farhod To'lqunov bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.